Ana selektivni sepyapmiz paxtaga oziqa qilib. Ishlovni boshladik oziqa. Chislochi bugun. Birinchisini boshladik. Ketib turdi hammasi. Nechinchi chislo bugun? 22 mi? 23 mi? 22 bugun. Bugün 22-chislo bugun. Ana selektivni ishlovni boshladik. 26-yil. 26-yil. Kechki paxtami bu? Paxta. Kechki paxta. Xudo paxta boshladik. Ana holati paxtamiz. Kechki Uchko'prik tumanida bu. Bitta mana metka qilib qo'yish uchun molxona ham, qo'yxona ham qilib qo'ygan ekan. Bu necha gektar maydon? 7 gektar paxta maydoni. 7 gektar paxta maydoni ekan.